Qishning qahraton kunlari va tog' tizmalarini qoplagan qalin qor nafaqat borliqni oq rangga burkaydi, balki yovvoyi tabiat uchun ham chinakam kurash va sinov davrini boshlab beradi. Qor qalinligi ortgani sayin yovvoyi hayvonlarning tabiiy ozuqa topishi mashaqqatga aylanib, ularning qishdan betalofat chiqishi xavf ostida qoladi. Ushbu holatlar inobatga olingan holda Surxon davlat qo'riqxonasida navbatdagi biotexnik tadbir tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mana shunday murakkab va sinovli kunlarda Surxon davlat qo'riqxonasi xodimlari tabiatning noyob xazinasini asrab qolish yo'lida fidokorona xizmat qilmoqda. Qo'riqxonaning barcha hududlarida yovvoyi hayvonlarni sovuqdan asrash, ularni qishning qorli va qirovli kunlaridan sog'-omon olib chiqish maqsadida tizimli biotexnik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi ana shunday insoniylik va tabiatga g'amxo'rlik ifodasi bo'lgan tadbir qo'riqxonaning maftunkor Xatak bo'limida yuqori saviyada tashkil etildi. Tabiat posbonlari tomonidan tog'larning baland nuqtalariga hayvonlar doimiy ravishda harakatlanadigan va jamlanadigan hududlarga maxsus ozuqa bazalari, pichan, don mahsulotlari hamda jonzotlarning salomatligi uchun zarur bo'lgan mineral tuzlar qo'yib chiqildi. Bu kabi biotexnik tadbirlar shunchaki mehnat emas, balki ona tabiat oldidagi farzandlik burchining amaliy ifodasi hamdir. Qo'riqxona xodimlarining ushbu sa'y-harakatlari natijasida noyob turdagi hayvonlarning bosh sonini saqlab qolish va ekotizim barqarorligini ta'minlashga erishilmoqda. E'tiborli jihati shundaki, bu jarayon nafaqat ozuqa tarqatish, balki chuqur ilmiy kuzatuvlar bilan ham uyg'unlashtirilgan. Ozuqa to'kilgan maskanlarda o'rnatilgan zamonaviy foto qopqonlar yordamida hayvonlarning oziqlanish jarayoni, ularning qish sharoitidagi holati va salomatligi uzluksiz ravishda monitoring qilib borilmoqda. Ushbu aqlli texnologiyalar yordamida olingan tasvirlar qo'riqxona ilmiy xodimlariga yovvoyi tabiatning qishki hayoti haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etyapti. Mana Surxon davlat qo'riqxonasini 7 ta bo'limi, 10 ta aylanma, 14 ta kvartal, barcha kvartallarida mana shu biotexnik tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu yerda har bitta kvartallarga xodimlar biriktirilgan. Xodimlar kunlik hayvonlarni mana shu biotexnik tadbirida to'liq ishtirok etadi, ularni nazorat qiladi, keyin mana shu qo'yilgan oziqabop buyumlar oldiga fotoqopqonlarni qo'yib chiqadi. Biz bu fotoqopqonlar orqali hayvonlarimizni mana aynan shu qish faslida oziqlanayotganini kuzatib boramiz. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, qo'riqxona Ko'htang tog'larining sharqiy yon bag'rida joylashgan bo'lib, dengiz sathidan 850 metrdan 3137 metrgacha balandlik sari go'zallashib, yuksalib boraveradi. Viloyatning Sherobod tumaniga qaraydigan bu hudud Turkmaniston Respublikasining davlat chegarasiga qadar cho'zilgan. Qo'riqxonada 807 turdagi o'simlik asraladi. Shulardan 47 xili O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan. Qo'riqxonada hozirgacha umurtqali hayvonlardan 26 ta tur suv temizuvchilar, 137 tur qushlar, jami 194 tur hayvonot dunyosi vakillari uchrashi aniqlangan. 25 tur hayvonot dunyosi vakillari O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan. Qo'riqxonadagi muhofazaga olingan hayvonlardan 18 tur hayvon xalqaro Qizil kitobga kiritilgan bo'lib, mazkur noyob turlardan morxo'r yoki burama shoxli echki, Buxoro tog' qo'yi noyob tur bo'lgan hayvonlar sanaladi.